Sekin qotib ishlayotgan internetingizni hozir men tezlashtirib beraman. Ba'zi bir programmistlar meni yomon ko'rib qolmanglar. Video foydali bo'ladi. Like, podpiska bosib, eng yaqin do'stingizni jo'natib qo'ysangiz, shu video kerak bo'lsa, osongina o'sha do'stingizdan topib olasiz. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yurmaslik uchun bir dona podpiskaga bosib qo'ysangiz, qarshingizdan yana chiqib kelaveraman. Birinchi bo'lib telefon nastroykasiga kiramiz. Bu yerdan sim karta yoki mobil set topamiz. Topganimizdan so'ng shu yerda точка доступ degan narsa bor. Xuddi shuni topamiz. Mana точка доступga kiramiz va Beeline yoki Ucell bo'ladi, ustiga bosib ichkariga kiramiz. Eng pastiga tushamiz. Bu yerda protokol точка доступ bor, ustiga bosamiz va oxirgisiga qo'yib qo'yamiz. Bundan xuddi shunaqadan ikkita bor, ikkalasini ham bir xil qilamiz. Va kanal bor. Kanalni ustiga bosib turib, ma'muriyatni o'chirib, qolgan barchasini tanlab, belgilab qo'yamiz. Internetingiz endi kirib ishlatib ko'rishingiz mumkin. O'z fikringizni kommentariyaga yozib keting. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Podpisatsiya esdan chiqmasin. Sizlar bilan Ustyx bosdik.